G'ustga kelsangiz, albatta mana shunaqa Ural mototsikllar juda ham ko'p ko'rasiz. Asosan mana shu yerda bozorda aholilariga, uy yumushlariga yordam berishda foydalaniladi. Mana bu yerda ham qarang. G'ustni qarang. Eng zo'r ulovlaridan biri mana shunaqa Ural mototsikllari. Kamida 50 yil atrofida bo'lgan mototsikllar. Menimcha sizning yoshingizdan katta. Ha. Yoshingizdan katta. Qanchalik? Qarang, atrofda hammasi ichida Ural. Siz o'sha aholiga, odamlarga, uy ro'zg'orlariga buyumlarini tashishga yordamlashasiz. Haq evaziga. Bir partiya jo'natish nech pullar? Uzoq yaqinligiga qarab. Uzog'i nech pul? Uzoq 50 ming, 100 ming. Zo'r. Mana. Kuniga nech pul topyapsiz? Qarang. 500 ham, 300 ham, 400 ham. Alloh barakasini bersin. Qarang. Ko'z tegmasin. Yoshligimizda ko'rasdik, yoshligimizda birgamiz ana shunaqa. Yuradimi? Ha, yurmasa haydaymizmi? Akamiz tirikchilik bilan shug'ullanadilar. Bosing qani? Ketdi. Qani g'ustliklar, olg'a akamizni qo'llab-quvvatlaymiz. Yurakchalarni bosamiz. Aka doimo, ishlamay qoldik endi.